Bola puli uchun berilgan arizangiz rad bo'lyaptimi? Buning sababini hoziroq bilib oling. Bugun shu haqida suhbatlashamiz. Sardor aka, o'zi umuman bolalar nafaqasiga berilgan arizalar nima uchun rad bo'ladi? Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 29-yanvarda chiqqan 35-sonli qaroriga asosan kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi hamda moddiy yordamlar, xususan ijtimoiy reyestrga kirish uchun berilgan arizalar rad bo'lishiga asosiy sabab har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan minimal iste'mol xarajatlaridan daromadi yuqori bo'lishi, ya'ni hozirgi kunda minimal iste'mol xarajatlari 715 mingni tashkil qilsa, har bir oila a'zosiga 715 mingdan yuqori daromad topilsa rad etiladi. Bundan tashqari oilada ishlab chiqarilganiga 12 yildan oshmagan texnik holati soz avtomashina mavjud bo'lsa rad etiladi. Bunda nogironligi bor shaxslarga yoki oila a'zosining nogironligi bor shaxslarga imtiyoz berilgan 7 yildan oshmagan texnik holati soz avtomashina bo'lsa, undan tashqari ishlab chiqarilganiga 12 yildan oshgan lekin texnik holati soz ikkita avtomashina bo'lsa rad etiladi. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 35-sonli qaroriga asosan fuqaroning nomida bo'lmagan, lekin foydalanuvda bo'lgan avtotransport vositalari ham hisobga olinadi. Bundan tashqari oilaning nomidagi ko'chmas mulklar yoki nomida bo'lmagan foydalanuvda bo'lgan ko'chmas mulklari ham inobatga olinadi. Bundan tashqari harbiy xizmatchilarning oila a'zolari ariza berganda ham nafaqa tayinlash rad etiladi. Oila a'zolarining depozit hisob raqamlaridagi qo'yilgan mablag'lari ham hisobga olinadi. Bundan tashqari oilaning banklardagi qimmatli qog'ozlari ham hisobga olinadi. Bundan tashqari oila O'zbekiston Respublikasidan chetga yashash uchun ko'chib ketganda rad etiladi. Yolg'iz yashovchi yoki yolg'iz fuqarolar ozodlikdan mahrum etilgan holatda ham ariza berilganda rad etiladi. Fuqarolarga eng qulay taraflardan biri oldin fuqaro oila a'zosi, balog'at yoshiga yetgan oila a'zosi ishsiz bo'lsa, nafaqa tayinlash rad etilgan. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 35-sonli qaroriga asosan ishsiz bo'lgan fuqarolarga ham ariza bersa nafaqa tayinlanishi mumkin, lekin bunda 6 oy davomida fuqaro ishsiz bo'lsa yoki o'zini o'zi band qilmasa, biror joyga ishga kirmasa, haq to'lanadigan jamoat ishlari ishtirokchisi hisoblanmasa, nafaqa tayinlash 6 oydan keyin to'xtatilishi belgilangan. Hozirgi kunda fuqarolarga o'sha ariza topshirish uchun qanday qulayliklar yaratilgan? Yozma ariza qabul qilinmasida hozirgi kunda fuqaro o'zini yashab turgan manzili bo'yicha ijtimoiy xodimga murojaat qilsa ham bo'ladi. Bundan tashqari davlat xizmatlari markazi orqali ham ariza berish mumkin. Bundan tashqari fuqaro o'zining mygov.uz platformasi orqali o'zining shaxsiy kabinetiga kirib, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun ariza bersa ham bo'ladi. Yashab turgan hududdagi inson ijtimoiy xizmatlar markazidagi operatorlarga ham murojaat qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda mobil ilovalar ham yaratilgan. Bunda Baraka mobil ilovasi orqali fuqaro ro'yxatdan o'tib, o'zining shaxsiy telefoni orqali unda ham bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash uchun ariza berishi mumkin bo'ladi.